Hi everyone, welcome to the Language Training Center, New Concept English Classroom. And today we will learn lesson 21 and 22. Okay, so first of all, let's learn some new words. Birinchisi give, alright? Give. And the give deganimiz nima desanglar? Bamak. Give. Alright? Umaq ballar resmi qaranglar. Endi give. Demakchi, give me a book. Okay, and the give bermak me, manga. Shunami? Me a book. Bir tal nima? Kitob. Give me a book. Manga bir tal kitob bersangiz. Give me a book. Give me a book. Manga nima bering? Bir tal kitob bering. Kitob bering. Andaqda yana bir jumla qarasak, give me my coat and my umbrella. Okay, endi bu jumla sizlarga tanishdikmi savatdoshlar? Oldingi darsimizda bir qatam o'rgangan my coat and my umbrella please. deb jumla o'rgangan, shunami? Endi ingliz tilida oldingi give me manga bering degan qismi odatda qisqarib ketadi. Shunga my coat and my umbrella demakchi, endi paltorim bilan kunligimni. Endi men yerga sorry. Give me my coat and my umbrella, please. Okay, next one is one. Okay, one. One degan nima? Bir. Shunami? Bir. Bir tal. Yoki shunami? Endi buni nima deymiz? Which one? Okay. Endi men yerga which deganimiz savol olmishi. Savol olmishi which. Demakchi olmish shunami? Which one? Which one? Which one? Qaysi? Andaqda bu shu tekstimizni qaraylik arkadaşlar. Hamda bu tekstimiz nima dersang which book. Hamsa qisqa kartondan keyin hamsa bu tekstimizni qarasak. Mrs. Smith's kitchen is small. There is a refrigerator in the kitchen. The refrigerator is white. It is on the right. There is an electric cooker in the kitchen. The cooker is blue. It is on the left. There is a table in the middle of the room. There is a bottle on the table. The bottle is empty. There is a cup on the table too. The cup is clean. Alright. Andaqda give me a book please Jane. Alright. Give me a book please Jane. And men yerga give me manga bering shunami? A book please. Manga bir tal kitob bersangiz. Give me a book please Jane. Desa, which book? Voy qaysi kitobni? Qaysi kitobni? Deb tushunami? And then this one. Okay, this deganimiz nima desang bu. O'zimizga yaqin yerga bir tal narsani ko'rsatishga bu deb ishlatamiz. Nima? One degan bir. Bu nima? Demak, one mishar almashib keldi, savollar. Bu nimaga desang shu bir kitob qolmish keldi. Demakki bu birisimi degan ekan. This one. Okay, desa, no, not that one. The red one. Okay, nima yo'q, bu emas. O nima? Qizil birsi. The red one. Red one degan nima desanglar? Shu qizil. No, not that red one. Red one. This one? Voy, ma birisimi? Shunami mushuma? This one desa. Yes, please. Okay, yes, please. Here you are. Thank you. Ani bu yerga here you are deganimiz nima arkadaşlar? Mana elingga, tutinglar, shunaqa. Thank you. Andaqda shu darsimizga intayim muhim bo'lgan yana bir uqum nima desanglar, har xil sanlar. Endi mingga kelsak, 100 deganni 100 deydi. Shundan arkadaşlar, endi ming deganni nima? 1000. Ko'rdingizmi? 1000. Okay? 1000. Good. 1000. Endi 1000 bo'lsa nima desanglar? 1000. 1000. Endi 10. 10. Okay, 1010. Okay, 1010 deganimiz, 1010 degan gap bo'ldi. 1010. Endi 1011 bo'lsa nima desanglar? 1011.
1011. Okay, 1011. And the 1016 again, 1016. Okay, 1016. As 2015 nama 2000 degende 2015. Okay, and birdamda 2015. Ya 2016 kelishib boshladi nama. Uni deymiz sanlar 2016. 2016. Okay. And the buni qarasak hamda nima dersanglar personal pronoun. Okay, and the pronoun degan almash personal degan kishilik, shaxsiy degan. And the kishilik almashlar. And the bu kishilik almashlarga diqqat qilib baqsaq nima dersanglar, ma'o give deb deyroq. Nima give degan beradi. And the misharga kishilik almashlar misharni bo'lib keldi dersanglar, to'ldiruvchi bo'lib keldi. Shu holatda qancha bingo deb qo'yamiz, ha? Bingo deb qo'yamiz. Bu to'ldiruvchi degan nima dersanglar, to'ldiruvchi deganimiz hamda shu sharkatningki obyekti. Masalan, ikki xabar to'ldiruvchi, masalan, birinchi dars berib birinchi darsda I love you. I love you degan men sizni suyman, yaxshi ko'raman degan gap bo'ldi. Shunami? Endi buningki kishilik almash, endi jumla belaklarida masalan I ega. Ega degan nima desanglar, shu sharkatni paydo qiluvchi, shu sharkatga sabab bo'luvchi. Shuni egisi, shunami? Endi xabar deganimiz odatda ko'pincha fe'llar, demakchi harakat deymiz-ku. Uyg'ur tilida maq qo'shimchasi, masalan, tug'moq, so'zlamak, o'ynamoq degandek, demak, mushular ko'pincha fe'llar xabar olib keldi. Demakchi yaxshi ko'rmak. Demakchi men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmak deganim bo'ldi, mishara xabar olib keldi. Nimani shu xabarda uqtirib kelyapti emasmi? Yaxshi ko'rmak. Ana you deganimiz mishariki nima desam to'ldirgancha. Demakchi shu yaxshi ko'rishning obyekti. Nimani yaxshi ko'rdi sizni? Shunami? Demak obyekt. Sizni, sizga deganda ko'p keladi-ku. Masalan, meni, menga mushuni nima desam to'ldiruvchi. Masalan, men olmayman. Men egisi shu yeydigan narsa. Nimani yeydi? Shu obyekt bo'lish kerak qo'yanda bir obyekt. Shu obyekt nima desanglar? Shu olma degan misol to'ldiruvchi bo'ldi. Demak, endi mana buyruq jumlalarda you shuni olib keldi. Masalan, you give me a book. Okay, you give me a book. Demakchi, siz demakchi egisi give xabari to'ldiruvchi deyman, me bilan a book. Demakchi, ikki xil to'ldiruvchi bor. Birisi bevosita to'ldiruvchi, birisi vositalab. Bevosita to'ldiruvchi narsalar va bevosita to'ldiruvchi bo'ladi mishara. Nima desanglar, a book. A book deganimiz nima desanglar, bevosita to'ldiruvchi, bevositalam. Shu narsalar bevositalar. Endi vositalik to'ldiruvchi. Endi mushum nima desanglar, vositalik oldida to'ldiruvchi bo'lib qoldi-da hamda. Menga degan bo'lgan ekan. Shunga shu nima bo'ldi? Endi menga degan nima? Me. Okay, qaranglar. Nima? Give me. Give me a book. All right? Give me a book. Okay? Menga bir kitob bering. Endi give him a book. Okay, him degan bir o'g'illar keldi. Nima? Him. Give him a book. Mana shu give her a book. Her degan qizlar ayollar shunami? Give her a book. Shu give us a book. Bizga bering. Nima? Give us. Bizga. Give them a book. Yoki a watch. Yoki a glass. Okay, a glass. Demaganda give me, give him, give her, give us, give them. Shunami? Degandek menga, uningga demakcha bir uningga deganimiz o'g'illarga, bir uningga demak qizlarga, bizga, ularga. Aniqda endi bu so'zlarga qarab boqaylik. Endi bu darsimizda chiqargan large, big, endi mana shu so'z bor. Large, big deganimizning endi nima desanglar, bu ikkisiniki farqi nima desanglar, masalan large deganimiz nima desanglar, ko'pincha shu fizikalik jihatda yoki uningki shu holati hajmi yoki cho'ng kichikligi nihoyat yo'g'on bo'lsa nima desanglar, large deganni ishlatamiz. Large deganni ishlatamiz. Endi mishariki large ningki endi ko'pinchisi nima desanglar, bu shu konkret narsalarga ishlaydi. Uningki big degancha desanglar, big deganimiz ham odatda masalan ba'zilar qo'ldan tutilmaydigan abstrakt narsalar bor, masalan big idea. Large idea degan bo'lmaydi. Big idea demak uni ishlatish dairasi texnik qanday desanglar ko'p. Demak ham shu large ni bir ya'niki hajmi, shuning shakli, cho'ng kichikligini ifodalashga, sifatlashga ishlatildi. Buni qarab qarish ma'nosi nima desanglar, small. Small. Okay, masalan China
is a large country. Okay? China is a large country. Demek ki Cumhuriyet Başkanı yoğun bir devlet. Look at that large woman in white. Qarang o aqranli kiyim kiyib olgan yo'g'on. Demak, jajim yo'g'on ayolga. Okay. Endi men yerga small bilan a little ning farqi. Endi small little tarjima qilsak nima desanglar, kichikdan chiqadi. Xuddi large bilan big o'xshashchi. Endi bu small deganimiz ham nima desanglar, bu shu miqdor jihatda shuni qiymatini ayt kichik odatiy bo'ldi. Endi little deganimizchi desanglar, a little deganimiz hamda shuningdek ba'zilar bir xil hissiyotni o'zishga olgan bo'ladi. Masalan, little degan bo'lsa bir xil odamning omroqligini keltirgan, o'jib kichikkinam deganda kaliqa bir yoqtirish yoki bir xil hissiyotni o'zishga kelgan bo'ldi shu. Shunga hamda little deganimiz hamda wow, what a small a little boy deb little boy. Demak, bizning bir xil omroqligimizni, bir xil shuning bo'lgan bir azroq hamda yaxshi ko'rish hissiyotimizni ifodalab little deymiz, nima? Bir xil nayt o'moqdek bizga nayt pays bir ta'sir olgan bo'lsa little deb ishlatamiz. Okay, little basket va bir kichikkinam bir nima ekan desam, sevetgan degandek, nima? Okay, a little boy deb kichik, a little girl degandek, nima? Ana small deganimiz, desam, shu holatda shu John kichikligi masalan, it's a small factory. U bo's bir kichik bir nima? Zavod. Okay. Arada masalan kiyim kiyecekningmi? Al-how deb qo'yamiz shunami? Okay, demakki L nomerligi deganimiz large. Shu konkurtaldan aytdi, cho'ng kichiklik cho'ng bo'lsa large. Shunami? Undan keyin kichik degani esa small, S deganimiz small, M degancha middle. Okay, middle. Okay. Demakki shu little deganimiz kichik. Masalan, there is a little garden behind our house. Bizning uyimizning keyinda bir kichikkinam degan gap, shunami? Bir xil aytdi o'zimizning shunga bo'lgan bir ganchingsni hissiyotni ifodalab, shunami? A little house. And then masalan, she has a sweetest little smile. Uning keyin masalan, intayin tatliqqina kichikkina nimasi bor? Smile. Kulimsirishi bor.